Assalomu alaykum. Ekranlar qarshisida sizlar bilan Onkoxirurg Shirinov. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotimiz kimgadir foydasi bo'lsa degan ma'noda bu videomizni chiqaryapmiz. Yog'inchak hamda to'g'richak rakini qanday qilib oldini olish yoki unga chalinmasligi uchun nimalarga e'tibor berish kerak. Yog'inchak raki, to'g'richak raki dunyo bo'yicha 3-o'rinda turadi. Oshqozon, o'pka rakidan keyin, ayollarda sut bezidan keyin eng keng tarqalgan rak kasalliklaridan biri hisoblanadi. Biz haftasiga 2-3 ta shunaqa bemorlarni operatsiya qilamiz, ko'pincha ximiya qilamiz, nur beriladi agar to'g'richakda bo'lsa. Xolos, davolash haqida keyinchalik gaplashamiz. Yog'inchak raki yoki to'g'richak rakini oldini olish uchun nimalarga e'tibor berish kerakligini sizlarga aytib o'tamiz. Birinchidan bizga bog'liq bo'lmagan holat bu irsiyat. Irsiyat, chunki hamma joyda ham aytilgan, hech kim ota-onasini tanlab bilmaydi. Nima degani bu irsiyat degani? Yani kimnidir avlodida, masalan otasida, onasida yoki xola, birinchi yaqin qarindoshlarida to'g'ri ichagida, yo'g'on ichagida rak bo'ladigan bo'lsa, sizda ham xuddi shu rak kasalligi bo'lish ehtimoligi bir necha barobar yuqori bo'ladi. Demak, irsiyat, irsiy moyillik bo'ladi bu yo'g'on ichak, to'g'ri ichak rakida. Buni oldini olish uchun mabodo kimda kim avlodidan shu kasallik bilan operatsiya bo'lgan yoki davolangan kasal bo'lsa, iltimos qilamiz 40 yoshdan oshgandan so'ng albatta kolonoskopiya tekshirishdan o'tish kerak. Xullas, bu yog'inchak rakini oldini olish uchun bizga bog'liq bo'lmagan holat. Agar avlodimizda bo'lsa, bizda ham bo'lish ehtimoligi juda yuqori. Shuning uchun albatta 40 yoshdan keyin kolonoskopiya tekshiruvdan o'tish kerak. Ikkinchisi, bizga bog'liq bo'lgan yoki bizning qo'limizdan keladigan ishlar. Bu nima? Ovqatlanish. Birinchidan qovurilgan yog'lik ovqatlar yog'inchak rakka olib kelishi ma'lum bir ma'noda, endi juda ham nima emas u, ishqilib ko'proq buni Yevropacha hayot tarzi deyiladi, Yevropacha ovqatlanish tarzi deyiladi. Ya'ni yuqori temperaturada pishirilgan qizil go'sht mahsulotlari yog'inchak rakining xavfini oshiradi. Xo'sh, bu birinchisi. Ikkinchisi, shakarga boy oziq-ovqatlar yog'inchak rakini oshiradi. Semizlik yog'inchak rakini oshiradi. Spirtli ichimliklar iste'moli, ko'p miqdorda iste'mol qilish bu ham yog'inchak rakini paydo bo'lish xavfini oshiradi. Xullas, oldini olish uchun misolcha avlodimizda bo'lmasa, nima qilishimiz kerak? Ko'proq ho'l meva, sabzavotlar, ko'katlar, vitamin C ga boy mahsulotlar rakni oldini olishga yordam beradi. Qovurilgan ovqatlar kanserogen deymiz biz, kanserogenlik nimasi yuqori. Keyin dudlangan narsalar, mana misolcha dudlangan kolbasa mahsulotlari, dudlangan baliq, dudlangan go'sht, shu narsalar yog'inchak rakini paydo bo'lish xavfini oshiradi. Shakarga boy oziq-ovqat, ortiqcha vazn, spirtli ichimliklar. Shu 4 ta narsadan biz tiyilsak, yog'inchak rakka paydo bo'lish xavfini anchaga kamaytirishimiz mumkin bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.